Shampon. Sizda 10 millimetrlik grija bo'lsa va siz 10 kun kosmosda yashasangiz, grijangiz yo'qolib ketish ehtimoli juda ham katta. Sababi oddiy. U yerda vaznsizlik umurtqangiz cho'ziladi. Yana bitta maslahat bor, suzish eng yaxshisi. Grija uchun juda ham foydali. Suv havodan 800 barobar qattiq. Shuning uchun siz unda muallaq bo'lasiz. Lekin xontama bo'lmang, manual terapiya olmasdan grija yo'qolib ketmaydi. Shaxsan o'zim 4 yil mobaynida 8 millimetrlik grijadan juda ham qattiq azob chekkanman. Devorlarni ushlab doktorlarga sog' bo'lishsin doktorlarim. Xullas, xonalarimiz tayyor. Birinchi xonada Tojikiston, Qirg'iziston, Namangan va hozircha bu ikkita xonamiz bo'sh. Marhamat. Oshxonamiz. Hammomlarimiz ikkita. Shampon. Hadi o'zini ko'rsatamiz. Xullas, hamma sharoitlarimiz bor yotoqxonalarimizda, ya'ni uzoq viloyatdan kelib davolanmoqchi bo'lganlar bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Bizda xizmatlar juda ham a'lo darajada, xudo xohlasa, hali hech kim bizning dargohdan norozi bo'lib chiqmagan. Kutamiz, salomat bo'ling.